Kelin qidiryapmiz. Nimasiga e'tiborli bo'lish kerak hozirgi qizlarda? Kuyovga e'tiborli bo'lish kerak. Bir duganam bor, urushib qolganman, aytaveraman. Ukasiga xotin qidiryapti. Bo'yi baland bo'lsin. Ukasining bo'yi bir qarich. Oppoq bo'lsin. Ukasini beti jigarrang, bo'yni oq, badani qora, ola-bula bo'lyapti. Chiroyli bo'lsin. Bola bo'lib qolgan. O'qigan bo'lsin. Bola maktabda ham tugatmagan. Tili bo'lmasin, zaboni bo'lmasin. Bola bo'lsam, jalla. Bo'lib qolgan. Osmondagi oy xolashadi. Astag'firulloh. Kuyovga qaranglar, birinchi o'chirtda. Kuyovi nima? Xato. Shu yerda xato ketdi. Qaynanaga qaranglar. Qaynana qanaqa bo'lgan? Hozirgi o'rinda kuyovni xotinlari amallab olsa bo'ladi. Yaxshi xotin bo'lsa erini yo'lga solib oladi. Lekin qaynanani yo'lga solish qiyin. Birinchi o'rinda qaynanaga qarash kerak. Qaynanaga kelin qidiring, kuyovga xotin emas.